Hurmatli hamkasblar, Nasaf Surxon uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanini ikkinchi qismiga yuzlanamiz. Unda jamoamiz bosh murabbiyi Ro'ziqul Sa'dullayevich ishtirok etadilar. Avvalo g'alaba bilan tabriklaymiz. O'yin haqida qisqacha. Tabrik uchun. O'yinni biz birinchi bo'limda yirik hisobda oldinga chiqib, xotirjam ikkinchi bo'limda o'ynasak bo'lardi. Vaziyatlarni ko'pini amalga oshira olmadik. Men hozircha hisob chiqsam 5 talar golga aylantiradigan vaziyatlar bo'ldi. Ikkinchi bo'limda qizil kartochkadan keyin himoyalanishga ko'proq e'tibor berdik. Bunga majburan bo'ldik. Chunki hisobni saqlab qolishimiz uchun 3 ochko uchun shu sxemaga o'tishimiz kerak edi, ko'proq himoyalanishimiz kerak edi. Bir vaziyat bo'ldi, qayerda sal e'tiborsiz bo'ldi. Boshqa vaziyatlarda menimcha himoyada yaxshi harakat qildi yigitlar. Marhamat, savollar bo'lsa? O'zini o'yinini ko'rmadida, Sharof bundan zo'r o'yinay oladi. Men qo'shilmagan bo'lardim, lekin Sharof gol urgan vaziyatimizda eng to'g'ri, eng chiroyli qarorni amalga oshirdi. Darvozaga tepmay, Cheranga bo'sh qolgan darvozaga imkoniyat qilib berdi gol urishga. U bilasizlar, himoyachi emas, lekin biz majbur bo'lganimiz uchun himoyada o'ynatyapmiz, lekin o'tgan o'yinda o'zi ham gol urdi, golli vaziyatlar yaratdi. Bugun ham g'alabaga o'zini munosib hissa qo'shdi. Sharofni o'yinidan men qoniqyapman. Namoz. Ro'ziqul aka, Oybekka qizil berilgan vaziyat tahlil qilib ko'rdingizmi? Shunda sudya bosh qo'ydi deb hisoblatib Oybekni. Sudyani endi aytaman, qarorlari ba'zicha tushunarsiz bo'ldi biz uchun. Birinchi bo'limdagi qarorlari, o'sha kichkina vaziyatdagi epizoddagi follarga Oybekning vaziyatini nimagadir VARdan ham so'ramadi, buni kutmadi ham, buni tez amalga oshirdi. Bilasizmi, buni agar vaziyatni tahlil qilish uchun ularga vaqt imkoniyati bor, VAR bilan gaplashsa, suhbatlashsa bo'ladi. Lekin qarori tez bo'ldi, o'sha uchun bu vaziyat bo'yicha biz o'z e'tirozimizni bildiramiz. Shubhali qaror. Albatta, chunki o'sha vaziyatda nima bo'lganini balki ko'rmagandir, lekin VAR orqali uni ko'rib muhokama qilsa bo'lardi o'sha hakamlar o'rtasida VARlar bilan. Lekin bu tez qaror qildi, qaroridan hech qanaqa qaytmadi. O'sha uchun bu vaziyat bo'yicha endi o'z e'tirozimizni bildiramiz, ko'rib chiqamiz. Shu qizil kartochkadan keyin Cheranni alohida chaqirib ko'rsatma berildi. Bu hujum chizig'i bilan bog'liq bo'ldimi? Biz sxemani o'zgartirganimizdan keyin Cheran boshqacharoq vaziyat, boshqacharoq o'sha unga talab qo'ydik. Bu o'sha markaziy yarim himoyachilar bilan o'ynash kerak edi bu sxemaga. 5-3-1 sxemamizda. O'sha uchun o'sha joyga o'ynashini, ko'proq o'sha yerda yordam berishini, markaziy himoyachilarga chiqmasligini unga uqtirib shu ko'rsatmani berdik. Juda asabiy holatda o'ynadi Cheran. Albatta, ba'zi bir vaziyatlarda uni ham o'sha hakamlarning qarori uni ham jahlini chiqardi. Lekin ko'rdinglar, mehnati juda ham katta bo'ldi, katta ob'yom ishni qildi, qora ishni ham jamoaniga munosib hissa qo'shdi bugungi g'alabaga. Cho'lishda jarohat sezmadingizmi? Jarohat sezmadim, oldingi o'yinlarga nisbatan bugun passiv o'ynadi. O'sha uchun biz uni zaxiraga oldik. Keyingi o'yinlarda balki boshqa o'yinchiga imkoniyat beramiz. Bemalol. Sabunlar xabar topdik, janob Xivay birga mashg'ulot o'tkazdi. 2 kun bo'ldi. Keyingi o'yindami? Yo'q, keyingi o'yinda endi tayyorlashimiz kerak. Uni asosiy bizni quvontirgan narsa o'sha ortiqcha vaznsiz hozir keldi, chunki shug'ullangan ekan. Bu narsani o'zimiz ham aniqlashtirdik. O'ylaymanki, umumiy guruhga qaytib tezroq jamoaga yordam berish darajasiga chiqib oladi. Demak, kelgusida Albatta. Biz unga ishonib taklif qildik. Hozirgi vaziyatlarda juda ham kerak bo'lardi bizga. Chunki Husaynning ba'zida jarohatlari ham ozgina bezovta qilyapti. O'sha uchun yaxshi bo'lardi rotatsiya qilib turganimiz. Nasrullayev umumiy guruhga qo'shiladi o'sha ertada. Namoz, oxirgi savol. Ro'ziqul aka, tarixsiz kelajak yo'q deydi. Keyin tarixga qaytib ko'ramiz.
siz o'ynagan davrda Nasaf stadioni eski shaharda bo'lardi, mehnat stadioni. Paxtakor degan jamoa keladigan bo'lsa, shu muxlislar kerak bo'lsa yo'laklariga ko'tib oladi. Men eslayman, u paytda biz maktabda o'qiydik. Hozirgi futbolda odamlar futbolga qiziqmay qo'ydimi yo boshqa sabablar? Endi bu to'g'risida o'zimni fikrim bor, lekin sizlar bilan buni o'rtoqlashmasman, lekin o'sha paytdagi bilan hozir ancha o'zgarish bor. Chunki o'sha paytlarda biz o'ynagan davrda balki yangilik edi, futbol yaqinda bo'lgan tashkil qilingan edi. O'shanda eslayman 15 ming odam 2 soat oldin to'ldirardi. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. O'sha yo'laklarga o'tirgan joylar projektorlarga chiqib olgan paytlari bo'lardi. Balki bilmadim, endi ko'p darajani ko'ryapmiz, ko'p saviyani ko'ryapmiz. Balki mana bu kichik o'yinlar muxlislarga qiziqmasdir. Ya, baribir endi sarflash muxlislar uchun sharoitlar zo'r bo'lyapti. Ya sharoit bor, jamoa natija qilyapti. Yangiliklar bo'lib turibdi. Jamoaning o'zini bir o'yini bor. Albatta muxlislardan xohlardik, bizni yaxshi qo'llab-quvvatlashini. Chunki endi muxlislarning har xili bor, ba'zida tanqiddan uchrab turadi, ba'zida tushunmasdan gapiradiganlar ham bo'ladi, lekin ularga e'tibor qilmaymiz, lekin jamoaga yordam berishi ularni bu juda katta madadda. Madad. Chunki biz yaqinda Andijonga borib o'ynadik. Oddiy jamoalar bilan o'ynaganimizda haqiqatda jamoasiga bir madad bo'ladi. Bu bilan biznikilar muxlislik qilmayapti demayapman, lekin faolroq bo'lsa bizga yana ham osonroq bo'lardi. O'zim ham bir narsa so'ramoqchiman. Birinchi bo'lim oxirida Husayn Norchayevning o'rnida siz bo'lganingizda qanaqa zarba bergan bo'lardingiz? Qaysi vaziyatda birinchi bo'lim? Birinchi bo'lim eng oxirida o'zi va darvozabonni balki yaqinroq borish kerak edi. Chunki darvozaga yaqinroq borsa balki to'pni tepish uchun imkoniyat ko'proq bo'lardi. Chunki hech kim yo'qda qarshilaydi. Bu ozgina shoshildi, darvoza kutmagan bo'lgan. Bu vaziyatni kutmadim. Undan boshqa, lekin birga bir chiqqanda yaxshi bajardi-yu, lekin o'sha Patap juda ham yaxshi harakat qildi. Birga bir chiqqanda. Yo'q, zarbasi ham qattiq bo'lmadi-da. O'layapti. Kelinglar bugun g'alaba bilan maza qilaylik. Mayli. Rahmat. Sog' bo'linglar.